Baba nimaga kiryapsan uyimga? Ha, vaqtda qilma, ko'cha issiq ekan o'tirib turing. Chiqardim-ku o'zim. Voy, nima svet yo'q? Svet bor, limitdan oshib ketyapmiz. Qarzimiz ko'payib ketgan. 5 minutga yo'qlaydi, hech narsa qilmaydi, pasmisan, ha? Adela to'lamaydi pulini, ha? Voy, namchi suv konditsioner yo'qlaydi. Hadi yetkazib bo'lmayapti o'z hech narsaga. Ko'cha bilan ichkari bir xil bo'lib qolibdi-yu. Bor ko'chada o'tirib bo'lmasa. O'chir. Ichishga nima bor? Suvmi? O'rta tema. Iltimos, bu premium klassdagi suv immunitetni oshiradi, odam organizmiga foydali tomonlar juda ham ko'p. Oyim bilan adamnikida. Boshqa suv icharsan, ha? Past bo'lma, bitta xo'plik, namuncha. Ya G'ulomjon bolam. Azizga salom alaykum. O'g'lingizga qarang, bitta suvni qizg'anyapti, shunchalik past bo'ladimi? Sen shu tarbiya berganmanmi? Ver suvni. Og'aysa suv qizg'anmaydi. Kel bolam. Ha.